غرباء ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, inna dina bada'a g'oriban. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, albatta din g'arib holatda boshlandi. Din birinchi boshlanganda begona bo'lib boshlandi. Payg'ambarimiz alayhisalom dinga da'vat qilyaptilar, odamlar hayron bo'lyapti. Bu qanday din bu? Qayerdan chiqdi? Kim olib keldi buni? Eshitmaganmiz-ku bunaqa gaplarni, deyishdi. Majbur Makkadan hijrat qilib, qochib Madinaga ketishlikka majbur bo'ldilar. Din mana shunday g'arib boshlandi. Va sayaudu kama bada'a va boshlanganidek holatga yaqinda qaytadi. Din islom dini begona bo'lib qoladi insonlarga. Shunday zamonlar keladiki, dindan gapirsangiz odamlar hayron bo'lishadi. Yig'ishtir bunday gaplarni deydi. Din bilan shug'ullansangiz hayron bo'lishadi. Sizga rahmi keladi ular. Beshoralarni qaradi. Biz zamonimiz shuncha taraqqiyot qilgan, biz undan bundan bahs qilyapmiz, bu beshoralarni qara deb o'zlaricha sizga rahmi keladi. Begona bo'lib qolasiz. Fatuba lil ghuraba. Lekin masalaning haqiqati bu johillarning o'ylaganidek emas. Din g'arib bo'lgan holatda dinni mahkam ushlaganlar, albatta ular ham g'arib bo'lishadi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, g'ariblarga jannat bo'lsin deyaptilar. Shunday holatda dinni mahkam ushlagan kishilar, hech kimni muxolifatiga, aziyatiga qaramasdan Qur'oni hadisni mahkam ushlagan kishilar, ular g'ariblardir. Ular o'zini uyida, mahallasida, xeshaqrobosini ichida, odamlarning o'rtasida, shaharning ichida boshqalarga begonadek bo'lib qolgan. Boshqalar uni tushunmaydi. U o'zini dardini ularga tushuntira olmaydi. Chunki dunyo qarash boshqa. Boshqalar dunyoni quli bo'lib qolgan. Mol va davlatni quli bo'lgan. Abdud dirham bo'lib qolgan, abdud dinor bo'lgan. Oltin kumushni quli bo'lib qolgan ular. Ammo bu esa Allohning quli. Bu din uchun xizmat qilmoqchi. Bu Allohning kalimasini oliy qilmoqchi. Bu odam Qur'oni hadisni tatbiq qilmoqchi. Bu insonlar ichiga go'zallikni tarqatmoqchi. Hamma bunga hayron bo'ladi. Din g'arib bo'ladi. Mana shu g'ariblarga jannat bo'lsin deyaptilar. Tubani yana bir sharhi bor. Tuba jannatdagi bir katta daraxt. Shu jannatdagi daraxt mana shu g'ariblarga bo'lsin. Va humul lazina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. G'ariblar kimlar? Payg'ambarimiz alayhisalom g'ariblarning asosiy sifatini va vazifasini, amalini bayon qilyaptilar. Ular shunday insonlarki, mendan keyin sunnatimni orasidan insonlar nimani buzgan bo'lsa, shularni isloh qilishadi deyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalomdan keyin u kishining sunnatlarini qaysinisini odamlar buzgan bo'lsa, bu sunnat emas deb rad qildi. Yoki odamlar bu sunnat emas deb tark qilishdi. Bunga amal qilmasa ham bo'laveradi deydi. Yoki bu sunnat bunday bo'lishlik kerak deb buzishdi. Bu g'ariblar shuni isloh qilishadi. Qur'oni hadis qanday bo'lsa shunday bo'lsin deydi. Alloh va Rasuli nima degan bo'lsa shu bo'lsin deydi. Allohning diniga hech kim mudohala qilmasin. Allohni bu musaffo, lazzatli bir daryoga o'xshagan dinini hech kim loyqalatmasin. Hech kim fasod qilmasin deydi. Qanday bir sof, tiniq bo'lsa shundayligicha insonlarga yetsin deydi. Buzma Qur'oni hadisni deydi. Allohning kalomini buzma. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisini buzmagin deydi. Qanday bo'lsa shunday yetkazadi. Isloh qilishadi. Buzilganlarni rad qilishadi. Bid'at xurofotlarni rad qilishadi. Mana shular g'ariblar bo'lyapti. Qani oddiy bir begonalik emas. Odamlar qaysi sunnatni rad qilib tark qilgan bo'lsa, shularni ihyo qilasiz, tiriltirasiz, tuzatasiz, odamlarga tushuntirasiz. غرباء